Sizlarning bulardan challenge kutganda mana bitta challenge kelgan ekan. Xullas bu challenge 7 qavatli uy qur degan ekan. Men bu challenge'ni bajardim. Hozir sizlarga ham ko'rsataman. Mana o'sha 7 qavatli uy. Mana shu masalan bitta sanam hisoblab ko'rishingiz mumkin. Shuni osonroq qilish bunday qo'ying. 1 2 3 4 5 6 7. Shuningdek, men challenge bajardim yo'qmi o'z izohlaringizni kommentga yozib qoldiring. Va yana qandaydir challenge bo'lsa, shuni kommentga yozing yoki boshqa o'yindan ham video olaymi yo'qmi shuni ham aytinglar. Shunga qarab men boshqa o'yinni yuklab, to'g'ri o'ynab ko'rishga harakat qilaman. Hammaga xayr. Obuna va like bosishni unutmang. Sizlarning bulardan challenge kutganda mana bitta challenge kelgan ekan. Xullas bu challenge 7 qavatli uy qur degan ekan. Men bu challenge'ni bajardim. Hozir sizlarga ham ko'rsataman. Mana o'sha 7 qavatli uy. Mana shu masalan bitta sanam hisoblab ko'rishingiz mumkin. Shuni osonroq qilish bunday qo'ying. 1 2 3 4 5 6 7. Shuningdek, men challenge bajardim yo'qmi o'z izohlaringizni kommentga yozib qoldiring. Va yana qandaydir challenge bo'lsa, shuni kommentga yozing yoki boshqa o'yindan ham video olaymi yo'qmi shuni ham aytinglar. Shunga qarab men boshqa o'yinni yuklab, to'g'ri o'ynab ko'rishga harakat qilaman. Hammaga xayr. Obuna va like bosishni unutmang.